Meksikadan kelib trakni pravasini olib trakka chiqqanlar juda ko'p. Почти 90% o'sha Meksikadan kelgan o'zimizning o'zbeklar trakka chiqqan, prava olib. Boshqa South Amerikadan kelgan, pastki Amerika qismlaridan. Bir ikkita o'zbeklarni ko'rdim. Bitta beramiz deb o'sha New Jersey sudyasi aytayapti. Bu narsa bundan oldin umuman bo'lmagan. Masalan, sizni sudga qatnashganingizda siz legalnimisiz, nelegalnimisiz? Hammaga salom bo'linglar. Bugungi video anchadan beri video qilganim yo'q. Bugungi video hozir Amerikada juda ko'p yangiliklar tarqalayapti. Hamma o'sha trakchilar qo'rqib qolishgan. O'sha Meksikadan kelgan trakchilar hozir juda ko'p Amerikada bizni o'zbeklar shu Meksikadan kelib trakni pravasini olib trakka chiqqanlar juda ko'p. Почти 90% o'sha Meksikadan kelgan o'zimizning o'zbeklar trakka chiqqan, prava olib. Hozir juda vahimali narsalar bo'layapti. Yangiliklarda agar ko'rgan bo'lsalaring, o'sha Arkansas shtatida o'sha Way Stationda trakchilarni kirgizib savol javob qilayotgan ekan, dokumentlarni tekshirayotgan ekan. Agar nelegal bo'lsa, o'sha yerdan o'sha immigratsiyaga report qilyapti. Bu narsalar to'g'ri bolalar. Bu narsa oldindan bor edi. Ba'zi bir shtatlarda agar ingliz tilini bilmasangiz, deport, immigratsiya masalasi yo'q edi-yu. Lekin o'sha pravoingizni agar o'sha suspend qilish uchun bir ikkita ingliz tilidan savol berardi. Agar ingliz tiliga javob bera olmasangiz, pravoingizni suspend qilishi mumkin edi. Hattoki ba'zi bir o'zbeklarimizni suspend qilishgan ham, agar ingliz tilini bilmasa. Hozir yana bir o'sha yangilikda eshitdimki, 3 ta savol berayotgan ekan ingliz tilida. Agar javob bera olsangiz, keyin yozma ravishda ingliz tilida yozib berishingiz kerak ekan bir ikkita jumlani. Agar o'shani qilsangiz, hech qanaqa yana qo'yib yuborar ekan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, immigratsiya chaqiradimi? Hozir butun Amerikada, masalan, ko'p shtatlarda, mana yaqindagina o'zimizni mana jiyanimni sudi bo'ldi. Yaqinda New Jerseyga politsiya ushlab bitta o'sha nomer bo'yicha shtraf berganda sud bo'ldi. Sudda endi qiziqarlisi bitta narsaga qoyil qoldim. Bir 30 ta 40 ta odam bo'lsa, u nima bo'yicha edi? Mashinaning nomeri ko'rinmagan, toll to'lamagan, tolldan pulni to'lamasdan kirgan yoki nomerini yoshintirib qo'ygan, shunaqa narsalar. Bizniki nomer temporary, endi temporary ko'plar biladi, qog'ozli bo'ladi, uni oldinga yopishtirishingiz kerak. Nomer olgandik, lekin oldinda nomer bor edi, lekin o'shanga ushlab nomering pastda turmabdi deb shtamp berishgan. O'shanda sudya odamlarni sud qilyapti. Qiziqarlisi shundaki, amerikanishni ko'rmaysiz. В основном иностранецlar, Meksikadan kelgan, boshqa South Amerikadan kelgan, pastki Amerika qismlaridan. Bir ikkita o'zbeklarni ko'rdim. Bitta o'zbek sudga qatnashmadi, keyin jiyanim bo'ldi. Savol qarang qanday beryapti. O'sha immigratsion emas, u kriminalniy sudya. Agar immigratsionni lawyering, advokating bormi, bu narsa agar kriminalniy narushение bo'lsa, deyapti, agar sen haqiqatan shu xatolikni qilgan bo'lsang, biz seni deport qilishga haqqimiz bor, o'shanga senga immigratsionni advokat olishga tavsiya beramiz deb o'sha New Jersey sudyasi aytayapti. Bu narsa bundan oldin umuman bo'lmagan. Masalan, sizni sudga qatnashganingizda siz legalnimisiz, nelegalnimisiz, masalan, dokumentingiz bormi, yo'qmi, unga umuman qaramas edi. Sizni oddiy fuqaro sifatida sudlardi. Hozirgi paytda bu narsalarga o'sha Trump bo'lgandan keyin juda qattiq olishgan bolalar. Bunga juda qattiq qaraymiz. Bitta narsa bo'ldi yaqinda. O'zimizda ishlaydigan bir shofyorimizni immigratsiyaga chaqirdi. Hozir men buni tushuntiraman. Immigratsiyaga chaqirdi, u shofyorimiz immigratsiyaga bordi. Yuklar terilgan, mashina parkovkada, u shu bugun chiqib ketish kerak. Immigratsiya uni olib qo'ydi. Hozir harakat qilyapmiz, bir 2 haftami, 3 hafta bo'ldi. Immigratsiya shofyorimizni olib qo'ydi. Hozir hammaga savol nimaga sababdan olib qo'ydi deyishlaring mumkin. Hozir men imенно Meksikadan kelgan o'zbek trakchilarimizga
bir ikkita bundan oldingi videolarimga men aytganman, advokat olinglar. Advokat olmasalaring immigratsiya bo'lmaydi, mana bunaqa qamalasizlar. Shofyorimni bironta narusheniysi yo'q. Immigratsiya men bilmagan ekan, u sudim bor deb menga aytishdi. U sud emas ekan. Ko'p Amerikada kelgan o'zbeklarimizda bitta problemasi bor. Haligacha ba'zi bir o'sha Meksikadan kelgan odamlarimiz bilishmaydi. O'sha Amerikaga kirganingizda sizni qo'yib yuborardi, sizga qog'oz berardi. Immigratsiya xodimiga har oydami, har bir oydami, har necha oyda sizni chaqirardi periklichka qilish uchun. Lekin o'zbeklarimiz qattiqlik qilib, ko'pincha shu pulni berishlari kelmaydi. Pul faqat O'zbekistonga ketish kerak. Advokat olishga, qonun ishlashga xohlamaydilar. Ular shu advokat olmasdan shu periklichka bilan faqat qatnashgan, borgan keyin. U narsa eng juda yomon narsa. U qog'ozda aytiladiki, o'sha qog'oz berilgan. Agar sani bizlar biron narsa bo'lsa, deport qilmoqchi bo'lsa, sani любой время bizlar deport qilamiz degan qog'ozda u. Просто kelasiz, atmechat sizni bilishi kerak qayerdaligingizni. Любой время sizni chaqirib deport qilishi mumkin. Toki siz advokat olib immigratsiyaga, o'sha immigratsionni кейsingizni ochmaguningizcha siz deportatsiyada turasiz. Sizni xohlagan paytda deport qiladi. Xohlagan. Bizni shofyorimiz ham endi men pravo oldim, social security oldim, work authorization oldim degan xayolda shunday bo'lgandir. Men lishna o'zim aytganman, "Ey, immigratsionni advokat olinglar, immigratsionni advokat olinglar. Kerak." Yo'q aka, ammasi. Endi o'zlaricha olmagan. Bunaqa kes bitta menda emas, bitta meni shoferim. Bu juda ko'p o'zbeklarimizda Amerikada uchrayapti. Juda ko'p. Kelgan advokat olmasdan yuraveradi, socialim bor, workim bor, meni deport qilmaydi. Yo'q, birinchisilarni deport qiladi. Birinchi shunaqalarni. Immigratsiyaga keysiz bormagan bo'lsa, o'sha advokatingiz bo'lmasa, bir politikaga berasizmi, yo'q bilmayman. Nima sabablar, yo'q, uylanishga ham Meksikadan kelganlarga razрешение yo'q. Amerikadan chiqish kerak, kutishingiz kerak. Yoki viza bilan kirib kelishingiz kerak o'sha agar uylansangiz. Shunaqalar juda ko'p o'zbeklarimizga shunaqalarni bahor bo'lishlari kerak. Immigratsiya xodimlari orqasidan keladi. O'sha keysini Meksikadan kirgan, faqat atmechatcha qilib yuribdi, lekin ba'zi birlarga kelmagan bo'lsa, hali sizlarning vaqtlaring kelmagan, u albatta orqalaringdan keladi. Yana bir o'sha maslahatimni beraman. Immigratsionni advokat olinglar. Pullaringdan qattiqlik qilmanglar. Bir oylik oyliklaring ham emas u advokatning pulida oldingi to'lov. Chunki advokat qonun qoidani yaxshiroq sizlardan biladi, ko'proq biladi, sizni to'g'ri yo'lga yo'naltiradi. O'zim bilaman, kerak emas, bu ishlaring to'g'risi birinchi ostanovkada ketasizlar. Birinchi shuncha bilmayman endi sizlar qanday kelgansizlar, qaysi yo'llar bilan qiyinchilik ko'rganmisizlar, yo oson yo'l bilan kelganmisizlar. Shuncha pullarni xarajat qilgandan keyin advokatga ham xarajat qilinglar, advokatni olinglar, sizga yo'l yo'riq ko'rsatsin. Minglab, 20 minglab, 30 minglab pulni xarajat qilib kelasizlar shu Amerikada. Trakka chiqish uchun pullarni berasizlar, 5 ming sotib olasizlar pravalarni. O'zim oldim deb oxirida. Oxirida kelib 1 yilda, 2 yilda deport bo'lib kelish uchun keldilaringmi? Men shunga hayron qolaman. Juda ko'p o'zbeklarimizning orqasidan kelishyapti. Asosda kelishyapti. Imенно sudni boy berganlar bor. Ularni ham menda ikkita shofyor ishlardi. O'sha ikkinchi shofyorimiz sudga qatnashmadi. Yana men aytdim, advokat oling advokat olmaganlar deportatsiyaga chiqargan, yaqinda xat kelgan. Срочно immigratsiyaga kel, seni deportatsiya qilishimiz kerak deb. Sen deportatsiyaga tushding. U odam hozir endi yoshinib yuribdi. Qayerda trakda ishlab yuribdi, lekin любой birinchi way station, любой birinchi нарушение, ko'chadagi narushenие, ostanovka politsiyskiy tomonidan narushenие 100%lik immigratsiyani. Chunki trakchilar ko'p boshqa shtatlarda yuradi. New York shtati mumkin sali oson chaqirmaydi buncha immigratsiyani. Lekin boshqa shtatlar aniq chaqiradi. Boshqa shtatlarda bu buyruq kelgan, o'sha ular qamoqlarni to'ldirish kerak. Hatto yana kecha yangiliklarda ko'rdim, o'sha bu bunday olib qarasa bu biznes. Ana shu ham biznes. Masalan,
qamoqxonalar bor, pustoy. Ular Department of Homeland Security bilan kontrakt qiladida, o'sha qamoqxonalarni immigrantlar bilan to'ldirish kerak. Har bitta kishi boshiga $65 kuniga oladi. Bu katta pul. Bir yilga katta pul. Bu ham bir biznes turi. Endi ular to'ldirish uchun o'sha politsiyskiy qamoqxonalarni to'ldirish uchun ular ovga chiqadi. O'sha immigrantlarni birontasini ushlab shu yerga qamab qo'yay deb. Shunda mollar o'sha Meksikadan kelganlar, har xil keyslar bor, har xil boy bergan narsa bo'lsa, uni apellyatsiyaga beringlar. Keyslaringda advokat bo'lmasa, deylik, hali yurgan bo'lsalaring, mana olmaydi, albatta qilinglar. Ertangi kunni bilmaysiz, nima bo'ladi, qanday bo'ladi. Menimcha shuncha yo'ldan bosib keldilaring, shuncha qiyinchiliklarni ko'rib, shuncha pullarni birovlarga berib keldilaring. Bitta to'xtatib ushlab deportatsiya qilishga arzimaydi menimcha. Sizlar hazillashyapsizlar-da. Men o'zimni boshimdan o'tgan narsalarni aytyapman. Men ham xayolimda o'sha yillari 2009-yillari o'zimcha zo'r edim. Biznesim bor edi, o'sha paytda trak bor edi, mashinamiz bor edi, yaxshi tagimizda yurardik, pulimiz ko'p deb. Lekin bir kun shunday ertalab keldida meni olib ketdi. Pul ham yordam bermadi, advokat ham yordam bermadi, balo ham yordam bermadi. Qamoqda o'tirdim 5-6 oy. Oxiri deportatsiya qilib yuborishdi. Meni lichdan o'zimni. Shuning uchun bu davlat xato qildingizmi kechirmaydi. Buni aytib kelganman, hozir ham aytaman. Maksimalniy qonuniy yursangiz sizga hech kim tegmaydi. Maksimalniy mana bo'lgan shunaqa voqea Floridada to'rtta o'zbek yashaydi, ikkitasi Meksikadan kelgan, ikkitasi green kartasi bor. Ertalab 6da immigratsiya keladi, eshikni taqillatadi, shu sindirib kirmoqchi bo'ladi, ochmasang sindirib kiramiz deb. Lekin ular eshikni oxiri qo'rqib ochishadi. Eshikni ochsa, ikkita o'zbek Meksikadan kelgan, ikkita o'zbek green karta. Lekin ikkita o'sha Meksikadan kelgan o'zbekni delasi, o'sha ishi immigratsiyada bo'lgan, advokati bo'lgan, immigratsionni protsessda bo'lgan. Tekshirgan, haqiqatan o'sha immigratsiya tekshirgan protsessda uzrni so'rab uydan chiqib ketgan. Ushlab qamab ketmagan. Ba'zilar kelyapti, ushlaydi. Yo'q, agar sizda hammasi dokumentlaringiz joyida bo'lsa, immigratsiya o'sha advokatingiz bo'lsa, qonun qoida bilan siz sudga qatnashgan bo'lsangiz, sudingiz agar budishim bo'layotgan bo'lsa, sizga teginmaydi. Men aniq buni aytaman, sizga teginmaydi. Chunki sizni sudi hal qiladi, chunki sizni ushlashdan foyda yo'q. Mumkin bo'lishi mumkin bir narsa, sizni sudgacha qamoqxonada ushlashi mumkin. Sudgacha. Unda o'sha bond so'raladi, bond bilan chiqishingiz mumkin, boshqa. Mana bu qonunlar bor. Lekin men o'sha Florida shtati aslida respublikanslarning shtati, juda immigrantlarga juda qattiq, o'sha Tramp yashaydigan shtat. Imina o'sha narsa Floridada bo'lgan, ikkita o'zbek Meksikadan kelgan, dokumenti o'sha sud aniq, chistosi aniq, uzr so'rab chiqib ketgan. Bu realni bo'lgan voqeadan gapiryapman. O'zimni shofyorim mana shunaqa qatnashib, qarachi bu yerda qanday bo'lgan? Bu o'zi bizning shofyorimiz, endi ismini olmayman, mayli, kerak emas. Akasi kelganda Meksikadan, akasiga bond berib, akasini olib chiqqan. Qanday qilib bu to'lagan akasiga tushunmayman, ikkalasi ham Meksikadan kelgan. Bu bilmayman qanday immigratsiya qabul qilgan. Keyin o'sha sudga qatnashmagandan keyin akasiga xat keladi, seni deportatsiya qilamiz deb. Lekin o'sha bond bergan odamga xat yuboradi. Uni ukasiga, "Ey" deydi, ukasiga xat. Endi san deydi, mana shu odamni bizga olib kelib ber deydi. Mana shu chislo, mana shu kun shu odamni bizga olib kelib ber deydi. Bu odam o'zi boradida immigratsiyaga, akasi aytadiki, ularga aytib turman, o'zim sali pul ishlaymanda, o'zim pulimni, biletimni olib boraman deydi. Bu juda kulgili narsa, juda kulgili. Immigratsiyaga bu gapingizni akam ishlab tursin, biletiga pul oladi, keyin boradi. Bu jinnilik bu. To'g'risini aytaman-da. Ba'zi odamlar bilmaydi. Bu gap kamsitishga emas. Bu narsani bilmaydi, o'qimagan, tushunmaydi, mojid. Bu boradi ukasi.
hozir 1 soatda ishimni hal qilaman, chiqaman, ishga ketaman deb. Borganda akasini o'rniga ukasini endi dokumentlarni ochsalar, sudi yo'q, delasi ochilmagan. Tamom ushlab qoladi. Keyin bular tuzib, aka bitta advokat olaylik. Keyin men o'zimni advokatimni beraman. Ular srazu advokatga уже kontrakt qilamiz, pulni to'laymiz. Уже advokat qimmatroq pul oladi. Birinchi agar borganida arzonroq olardi. Уже siz qamaldingiz, mana bunaqa delaysiz, уже bunaqa bo'lsa, srazu pul ko'proq oladi. Keyin oldik, advokat aniqlashtirdi, qayerda, nima, qachon, уже advokati bor, keysi yengilroq kechishi mumkin. Chiqishga shansi ko'proq. Advokat bo'lmaganda uni birinchilardan deport qilib yuborardi. Shuning uchun maslahatim o'sha Meksikadan kelgan o'zbek trakchilarimiz, вообще Meksikadan kelgan любой trakchilar emas, ayollar kelgan, boshqalar kelgan. Advokat olinglar. Pul ishlaymiz, bu, lekin birinchidan sizlarni daromadlaring shu davlatda. Shu davlatda sizlar o'zlaringni dokumentlaringni birinchilardan qilishlaring kerak. O'sha advokat olish kerak, chopish kerak, pulingizni ayamasligingiz kerak. O'zingizni legalizatsiya qilish uchun Amerikada pulingizni ayamang. Qattiqlik qilmang. Bugun borsiz, ertaga O'zbekistonda yurasiz, yana o'zi O'zbekistondan charchab, vashi jahl qilib kelgansiz. Ko'plaringdan men so'raganman, haqiqatan norozi O'zbekistonda ishlab bo'lmayapti. Davlat bunday qilyapti, unday bo'lyapti. Kim qaysi qiyinchiliklardan, krokodil suvi tog'lardan o'tib ba'zilaring kelgansizlar. Kelib shuncha pulni u tomonga sarflab, o'zlaringni legalizatsiya qilishga, pul chiqarishga ba'zilaring qo'rqasizlar. Qattiqlik qilasizlar. To'g'risi. Shunday qo'llaringga pul tushadi, men bilaman. Uyga yuborish kerak. Srazu uyga. Yo kayf safoga, ba'zilar kayf safoga berib ketgan shu yerga. Kelib pul ishlaydi, ichishga berilib ketgan. Uni vaqtincha to'xtatish kerak bolalar. Bo'lmasa hamma ish dabdalasi chiqadi. Videom shundan iborat edi. O'sha nima deydi? Meksikadan kelgan o'zbek trakchilarga maslahatim shu. Tilni o'rganish kerak bolalar. Tilni bu haqida gapirmadim. Tilni ko'proq o'rganish kerak. Trakka chiqasizlar, pravani o'zim oldim, lekin tilni baloni ham bilmaysizlar. Chek PTI'ni ham bilmaysizlar. Tan olish kerak ba'zi birlaring, hammalaring emas. Tan olish kerak bu narsani. Bu negativ qaramaslik kerak bu narsaga. Bu narsaga pozitiv qilib shu aka to'g'ri gapir. Keyin shuni o'qay, keyin shu nahv menga shu uzr tilim, shu serial, o'sha turetskiy serial, o'zbekskiy serial, yo kino, yo qo'shiq ba'zi birlarga o'xshab bizning shofyor bor bittasi. iPadchani qo'yadilar-da, YouTube'ga Hamdam Sobirovni eshitib yuradilar. Nimaga kerak? Ingliz tilini o'rgan, ingliz tilini qo'y. Dars har mali 24 soat trakni ichidasizlar. 1 soatini yo'lda o'sha ingliz tili quloqga naushnikchani bu tomonga qo'yib, ingliz tilini buni o'qinglar, ingliz tilini. O'sha shu plus emasmi? Men shunga hayron qolaman. Ingliz tilini o'qish. Hozir konkret trakchi ingliz tilini bilish kerak. Trakstopga borasizlar, u tilni bitta savol beradi, dizel, remont, mexanik, klient, lotlarga lot berish, lot olish. Bu sizlarga kerakli narsa-yu. Shu narsani qilmaysizlar. Kerakli narsalarni mana pulni berib, kimga dollarni berib, cho'llardan o'tib, bunisiga ber, unisiga bu harakatlaringni qildilaring. Bu yerga kelgandan keyin tilni ham sal o'rganinglar. Lekin bu davlatda hech kim sizni nima qilmaydi, bu davlat hali ham ancha nima deydi, bu narsaga e'tibor bermaydi, tilni bilasizmi, bilmaysizmi. Lekin baribir siz o'sha davlatda yashayapsiz. Shu ko'chada chiqsangiz ham shu narsalarga nima ko'rishasizda, magazinga kirasiz, ingliz tili kerak, ko'chaga chiqasiz, ingliz tili kerak. Yo boshqa shtatga dam olishga borasiz bolalaringiz bilan, bir narsani so'rash uchun ingliz tili kerak. Shuni ham o'qinglar bolalar. Kelasizlar, endi gap yo'q, kelinglar. Shu davlatni tilini ham hurmat qilish kerak-da, to'g'risi. O'qish kerak, sal bo'lmasa, shu trakda 1 soat kuniga 30 kunda 30 soatlaring ketadi. Lekin ancha
o'rganasizlar. Именно trakka kerakli, sizlarga kerakli narsalarni o'qinglar. Motor haqida, water pump, radiator, fifth wheel degan narsa, aksellar, mana shu narsalarni o'rganishlaring kerak. O'sha diodi to'xtaganda ham sizlarga aytadiki, Viperni yo'q deydi. Viper nima deb qochsalaring, baqa pastga tush deydi. Viper dvornik. Oynangni qara, yo kapotingni och deydi, yo men orqaga boraman, avariynikani yo'q. Mana shu narsalarni bilishlaring kerak. Qotib o'tirsalaring, hozirdan moment kechirmaydi. Bu tizim kechirmaydi sizlarni. Ancha pravalar cancel bo'ladi, ancha pravalar. Bu уже bo'lib kelyapti. O'zbeklardan tashqari bu yerda bitta o'zbek emas, Indus, Pokiston, Rus, Ukrains juda ko'p bular. Juda ko'p. Biz ham ularga o'xshamaylik, biz hali ajralaylik bulardan. Shunga bolalar, tilni o'rganamiz, advokat bo'lsa advokatni olamiz. Agar kerak bo'lsa advokat, mana shu videoni pastiga men qo'yaman. Nomerini bemalol telefon qilinglar, chiqinglar. Shu bolalar, sog'lik, salomatlik hammalaringga. Savollaring bo'lsa kommentda yozinglar, maksimal harakat qilaman javob berishga. Pozitiv bo'lamiz, negativlikdan qaytish kerak, pozitiv bo'lish kerak. Ba'zi birlarga videom yoqmasa, mayli o'zlaring bilasizlar. Mayli, salomat bo'linglar.